Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli qo'y boqishga ishqiboz bo'lgan akalar, ukalar. Bugungi videomiz eksklyuziv bo'ladi, zo'r bo'ladi. Nimagaki, videomizda bugun o'zimiz uchun bitta shu qo'ylarimizdan eng kichkinasini tanlab olamiz. Olib chiqib, o'shani so'yib, birinchi tirik vaznini o'lchab, undan keyin go'sht holatini, ichki yog'lari, qo'yinki hammasini kila-kilasini chiqarib beraman. Necha foiz go'sht beradi, necha foiz chiqib ketadi, shuni hisob kitobini qilamizda, oxirida xulosa qilamiz. Endi videolarimiz borgan sari qandaydir kam ko'rilib boryapti, tushunmayapman nimagaligini, sifati yaxshi emasmi, ovozi yaxshi emasmi yoki YouTube algoritmiga to'g'ri tusha olmayapmizmi, tushunib bo'lmayapti. Shuning uchun YouTube ko'proq odamga videomizni tavsiya qilish uchun video olayotgan odam bilan obunachilarda, ko'ruvchilarda reaksiyasi ko'p ahamiyatga ega. Videoni ko'rib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, fikrlaringizni izohlarda yozinglar. Shunda videomiz ko'proq odamga yetib boradi, kanalimiz imkon qadar ommalashadi. Kelishdik o'rtoqlar. Bundan tashqari so'yib ko'rsatishimizdan asosiy maqsadlardan bittasi qassob aka ukalarimiz videoni ko'rib turgan bo'lsa, ular mendan yaxshi tushunadi. Qo'yni go'shtini, qo'yni holatini ko'rib turib, baho bera oladi. Qancha miqdorda go'sht chiqadi, qancha miqdorda yog'i chiqadi, necha foiz go'sht beradi, qancha daromad qila oladi undan qassoblar. Shuni bila oladi bemalolda. Oxirigacha ko'rib turinglar. Qassob tanish aka-ukalar bo'lsa, videoni sekin uzatib qo'yinglar. Umuman ziyon qilmaydi. Foyda bo'lsa foydaki, bu videomiz ziyoni yo'q. Kelishdik o'rtoqlar. Videolarni qisqa qilib olib, oxirida montaj qilib ulab joylaymiz. Mana hozir qo'chqorimizni taroziga qo'ydik. Voy, 100 kilo. 100 kilo 500 gram. Endi so'ygandan keyin go'shtini tortib hisobini ko'ramiz. Akalar, mana qo'chqorimizni bo'g'izlab, halollab so'yib, ilmoqqa ilib oldik. 1 kilo atrofida postumba ham olindi. Lekin mayli, postumbani hisoblamaymiz. Hozir tanini ko'ramiz, ichini ochib, go'shtini ajratgandan keyin taroziga bir qo'yib ko'ramiz. Hisobini o'shanda chiqaramiz. Lekin qo'chqorni tashqi ko'rinishidan mana dumbasi ham juda katta, og'ir emas. Chiroyli chiqyapti. Oxirida ko'ramiz endi. Xo'p, akalar, mana qo'chqorimiz hozir tayyor holatga keltirdik. Endi taroziga chiqarish uchun buni men o'zim taroziga qo'yish uchun mana taram chiqarib tashlaganman. Hozir yelkamda endi ko'taraman. Keling aka. Video ana pauza qilmayman. Siz ushlab turaverasiz, men o'zim ber material. Bismillah. Shunday qilib turib to'xtang. O'sha oyoqlaridan ushlab olay. Ha, Sardor aka. Bo'ldimi? Og'ir ekan. 59. Endi bu Hozir go'shi 59 kilo hisoblasak, shu ichki yog'lari, bularni ham hozir отдельно qilib tortib videoga qo'shaveramiz. Akalar, ichki yog'i mana 3 kiloga 600 chiqdi. Aka, hozir qarang. Mana jigar, yurak qo'shilmaydimi? Ichki yog'iga, hali ichki nimasiga qo'shilmaydimi? Sotiladigan hisob bor-ku. Qassobga go'sht 130 mingdan, 135 mingdan bo'lsa, qo'shiladimi ular? Bo'ldi, o'shani ham qo'shaylik. Men taroziga shunaqasini chiqarib berishim kerak-da, bega.
5 kilo. 64 kilo. Biz postumda chiqardik 1 kilo plus minus. Yarim kilo 400 gram ag'bag'da. Baribir o'ynaydi aka. Asli yaxshi chiqdi. 65% zo'r natija o'zi asli. Mana tarasi chiqarilgan. Pog'onani tarasi. Bo'ldi. Endi buni hisobini chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, mana go'shtimizni maydalab, hozir mana bu yerga qo'ydik. Shu yerda ham bitta syomka qilib qo'shishni niyat qilgandik. Mana bu yerda mana bo'yin, mana bu yerda qovurg'alar polni, qo'limiz, to'q ilik, och ilik, mana kareyka, biqin go'shtlarni hammani maydalab chiroyli holatga keltirib qo'yganmiz. Bundan tashqari mana dumbasi. Ichki yog', boshqa o'pka-o'pkalari. Dumbamiz akalar 11,5 kilo chiqdi. Hozir tarozida tortib ko'rdik. Endi buni ko'rsatishdan asosiy maqsad bizni ko'rayotgan qassob aka, ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib boqilgan holatdagi qo'ylarimizdan hali yana 20 tadan oshiqroq bor. Agar go'shi ma'qul kelgan bo'lsa ham, endi bittasini ko'rib turib qolganlariga ham xulosa chiqarsa bo'laveradi. Nimaiki, hammasi bir xil holatda boqilgan, bir xil yem berilgan. O'shaning uchun qassob akalar ma'qul kelsa, nomerimiz kanal opsiyasida bor. Aloqaga chiqaveringlar, kelishilgan narxlarda el qatori, eldan oshiq emas, chiroyli qilib berilaveradi. Akalar, mana qo'yimizni so'yib, go'shtini go'sht, yog'ini yog' qilib ajratdik, taroziga qo'yib ko'rdik. Qo'chqorlarimizni eng kichkinasini tanlab olganmiz. Realni, u bor narsa. Eng kichkinasini tanlab oldik. O'zimiz uchun bo'lgani shunda. Nimaiki, xo'jaligimiz unaqangi darajada katta emas. Bitta 120 kilo qo'ydi maydalab olgani. Xo'p. 100 kilo chiqdi tirik vaznga. So'yib, go'shtini o'zini hisobladik. 59 kilo chiqdi. 59 kilo yog'i chiqdi. Ichki yog'i, jigar, pigar shunaqalarni taroziga qo'ydik. 5 kilo chiqdi. Shunda 64 kilo go'sht oldik desa bo'laveradi. 64% go'sht berdi deyish mumkin. Asli 65 desak ham bo'ladi. Nimaga desa, postumni oldik. 1 kilo, 1,5 kilo atrofida chiqadi u. Bundan tashqari 3 marta taroziga qo'ygan bo'lsak, 3 martasida bir 30 gramdan hisoblamagan taqdirimizda ham yana 1 kilo qo'shiladi degan. Mayli, 64 olaveraylik. Endi qaranglar. 59 kilomiz, 59 kilo go'shtimiz so'yib sotgan taqdirimizda 135 mingdan bo'lsa, 7 million 965 ming so'm bo'lar ekan. Sizlarga ko'rinyaptimi? Endi ko'rindi. Bo'lardi. Endi 5 kilomiz 60 mingdan, ichki qismini 60 mingdan oladi benchida bizni qassoblar. 60 mingdan hisoblasa 5 kilosi 300 ming so'm. Plus 300. 8 million 265 ming bo'ladi. 8 million 265 ming. Shu yerda eng kichkinasi. Eng kichkinasi. Endi qolganlari nisbatan undan og'irroq chiqadi. Hop. Endi ko'rdilar-ya. Endi asosiy xulosa. Go'shtni ham ko'rsatdim. Qassob akalar, bo'lmasa qassob bo'lmagan odamlar ko'rayotgan bo'lsa ham, imkon bo'lsa, qassob tanishlarga jo'natib qo'yinglar videolarni. Manfaatli bo'lsa. Go'shtimizni ko'rdingiz, qassob akalar. Go'sht holatini, yog' qancha chiqdi, go'sht qancha chiqdi, bitta ko'rganda bilasiz. Lekin meni nazdimda go'shtimiz ideal holatda chiqdi, yog'i kamroq. Dumbamiz ham 11,5 kilo chiqdi. O'zi asli 100 kilodan 11,5 kilodan ko'proq chiqsa kerak deb o'ylayman mana ulardan. Bular dumbasicha kattaroq bo'lishi mumkin. Xo'p. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, avvalo rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar, chunki sizlar uchun manfaatli bo'lgan videolarni doimiy qilib borishga harakat qilamiz. Hammani Allohim chorvasiga o'z baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.